akamiz didlari hamisha nozik. Hallagan nonlari yo, guruchlari yo. To'yga mehr muhabbat bilan e'tiborlarni berarlar. Men bir joyga qoyil qoldim. O'zimizda ham tasvirga oladiganlar juda ko'p. Oliy darajada. Shu tomoniga ham alohida e'tibor beribdilarki, tasvirchilarning bittasini Yaponiyadan olib keldi. Qoyil. Qanchaga qo'liga tushunamiz. Xudo xolasa 3-4 kun biz bilan bo'lsa, buni ham ko'zini ochib yuboramiz. Hamma qadrdonlar biladi. Afzallar buni qatorda biz ham. Qarang, dasturxonga qo'yilgan nonlarni havas qilamiz. Oshpazlarimizni qo'lidan ko'rmasin, ikkitadan tovoqda yediga. Sho'rvalarda aydorni etsin. Voy. Voh. Yo'g'izda asal yashib turibdi. Hattoki to'yxonaga kirayotganingizda juda chiroyli qanday sudaylar o'zi syomka bo'lyapti, chop turishi. Yana bir tomonga qo'yib qoldim men. Mana operatorlarimiz bugungi to'yda syomka qilishyapti. Bu tomoniga alohida e'tibor ajratganlarga qo'yib qoldim. O'zimizda juda ko'p professional videoga oluvchilarimiz bor. Shu tomoniga ham ijod qilib, bitta operatorimizni Yaponiyadan olib keldi. Qoyil tanijonlar sog' bo'lsin. Endi bu operatorimiz endi ajoyib inson. O'zlarining bisotlarida ne ta'riflari bor, oltin soqollar.